Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlar, aka-ukalar. Akalar, mana bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida shu o'zimizda xonadonimizda turibmiz. Akalar, bugun hafta kuniga yakshanba, 15-fevral 2026-yil. Hop, mana bunaqa arashan qo'chqor qidirib yurganlarga, xudo xolisa, 3 ta zotga arashan qo'chqorimiz bor. 2 ta bo'g'oz chiqadi, xudo xolisa shularni chiroyli qilib video qilib berishga harakat qilamiz. Obunachilar, videoni oxirigacha kuzatib turasizlar. Qo'ylar, like arziydigan bo'lsa, bittadan like bosib, mana shunaqa arashan qo'chqor qidirib yurganlarga jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolisa, narxlari ham yo'lida bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatib turasizlar. 2 ta katta gigant bo'g'oz sog'lig'imiz ham bor. Shularni ham chiroyli qilib yoritib beramiz. Biz videoni boshlaymiz. Akalar, mana bular Qirg'izdan tushgan, ilgariroq kelgan. Shu dehqon akalarimizga berilgan. Dehqon akalarimiz mana azdan yemlab, boqib chiqishdi. Hali sog'liq bilan yurmagan. Mana bisi, mana garbanoshlarini ko'ringlar. 2 tishdan endi 4-siga chiqarishga harakat ekan. Bunisi ham tishini ham bitta ko'rsataylik. Bunisi 2 tish ekan. Bunisi chista 2 tish, bunisi 4-siga harakat ekan. 2 tish, bu ham endi chiqarishni boshladi. Bo'ylari 90, ikkovniki ham 90 piylis 90 ga berilaveradi. Yurgizaylikchi. Mana dumba razres, oyoq, qo'li hamma yog'i baquvvat kelgan, tuyoqlari o'sib ketmagan, tuyoqlari istagan tuyoq. Tuyoqlari ham bitta yaraydi, dalaga, toqqa, hamma yoqqa yaraydigan holatda. Akalar, bularda yeb ichishlari, sog'liqlari hamma yog'i joyida. Yuqori dorilar qilingan, hech narsa shart emas. Qo'tir hech narsasi yo'q, yutali yo'q. Xudo xolisa zotga tavsiya qilamiz. Zotga arziydigan qo'ylar hali sog'lig'i bilan yurmagan. Mana dumbalarini ham o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Dumba razres hamma yog'i kelgan, quloqlari ham o'ta cho'tki. Xudo xolisa mana shu ikkovini donalab ham sotiladi, ikkovini olganga ham yo'lida qilib beriladi. Dastlabkilari Toshkentgacha, Samarqandgacha qilib beriladi. Kelishilgan holda hammasi. Dastlabkasi Toshkentgacha besplatni, undan u yog'iga kelishiladi. Obunachilar, ikkovini narxi 9 milliondan ozginadan xayri bor, kelishiladigan joyi bor. Ekranga nomer qo'yamiz, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, mana qo'ylar ko'rdilaring, xudo xolisa zo'r. Живой vesini so'raydigan akalarimiz bor. Живой vesi ham bunisi 90 kilo piylis, bunisi 90. Xudo xolisa mana qo'ylarni ko'rdilaring. Kimga yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mana qo'ylarimiz holati. Qo'ylar xudo xolisa yeb ichish hamma yo'g'i zo'r. Mana shunaqa qidirib yurganlarga jo'natib qo'yamiz bu videoni. Keyingilarini olib chiqamiz, ularni joyiga joylab, keyingilarini tomosha qilib turasizlar. Mana obunachilar, keyingi qo'chqorimiz. Bunisi chista oq yuz. Mana buni ham yuzlari. Buni ham yoshi o'sha 2 tishdan endi 4-siga chiqaryapti. Bu ham sog'liqqa qo'shilmagan. Qirg'izistonda qo'y bu ham. Buni dumba razreslari hamma yo'g'i zo'r. Mana bunisi obunachilar, mana yuzlari o'ta tiniq. Bo'y basti buniki ham zo'r. Mana obunachilar, buni dumba razres hamma yo'g'i zo'r buniki. Mana dumbani qaranglar. Dumba ham pichiladigan dumba emas. Oyoq kengligi hamma yo'g'i zo'r. Bu ham shu yem yeb turgan sog'liqqa qo'shilmagan. Shashti ham baland. Qo'chqorga irg'iyman deyapti, qo'chqorga. Buni ham dastlabkasi Samarqandgacha sog'lom, bu ham yeb ichishlari hamma yo'g'i zo'r. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mana shashtilari ham o'ta zo'r buniki. Narxi 8 million 500 mingga dastlabki qilib beramiz. Samarqandgacha mana qo'ydi holati. Mana obunachilar, cho'g'ini ham bitta qo'raga tiqib qo'ydik. Mana yuzlari hamma yo'g'i kelishgan. Tek qo'chqorga irg'iyapti mana jonivar. Qo'chqorga
Keyingisiga bo'g'ozlarimizni olib chiqamiz, bo'g'ozlarimiz bor. Mana hurmatli obunachilar, keyingilariga ikkita dona bo'g'oz. Mana obunachilar, ikkita bo'g'oz sog'lig'imiz. Mana bular go'yam yosh, mana bo'g'oz, mana bularni qarang. Mana Chesta Qirg'iziston, vesi ham katta sog'liqlarda, vesi ham zo'r. Mana bisi 6-siga chiqaribdi. Nargisi ham shunaqa 6-siga harakat. 6-si to'liq chiqmagan o'zi ham. 4-dan endi 6taga o'tayotgan qo'ylar. Yo ikkinchisi, yo 3-siga qoringa bo'g'oz. Ular yaqin bo'lib, bir oy 15 kunda tug'adigan emas, shu aprelga o'tadigan qo'ylar. Mana obunachilar. Ko'yam. Vesi ham katta qo'ylardi, vesi ham. Bo'y basti ham nargisiniki 90, qorasi 85 oshiq. Yetalab ko'rinib, yurishini ko'ringlar. Shunaqa katta sog'liq boqaman, bo'g'oz o'zim mollarni olib yuraman deganlarga mana shu ikkovini tavsiya qilamiz. Yirik sog'liqlar. Narxi ham bularniki ham yo'lida. Odamlar qo'yyapti $1000, $1200. Bizniki ikkovi Samarqandgacha dastavkasi 20.500.000 ga dastavkasi bor, ichida hamma yo'g'i. Telefon qilsalaring, xudo xolsa, o'zingizdan kelishadigan joyi bor. Mana qorasini, yelini ko'ringlar. Qorasi o'zi yelini tashab qoldi. Qiziqadiganlar bo'lsa, telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Qo'yish shu Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibdi. Tartibda holat. Qo'ylar gigant. Vesi ham katta. Lapillab turib, yeb turgan qo'ylar. Mana qo'chqorlar, hammasi sog'liq ko'rmagan qo'chqorlar, hammasi yopishyapti. Ichiga qo'yib yuborsak, bittasi ham qaramaydi, lekin sog'liq ko'rmaganligini hisobiga bular yopishib o'zini uryapti. Zot qavanchilarni tavsiya qilamiz. Telefon qilib aloqa chiqaverasizlar bemalol.